Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning markazida Karat kafega yaqin yerda joylashgan 4 qavatli binoning 2-qavatida 2 xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. Azizlar, podizlar ham akkuratni ekan. Jisiyati ko'plar. Mana o'sha ham 2-qavatda edi. Yurtdagi ishlar ham ajoyib, sifatli ishlardan. Bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Xonadonimiz ham abo'y qilingan. Azizlar, Polli aboydan chiqib turibdi. İşləri ajoyib xivaga qarşı işlərlə qoyulğan. Bir də zal-joy, zaldan spalniya o'tiladi, keyin veranda qismi azizlar. Отоплениyanız ham zamonaviy nastenniy отопление o'tiladigan. Görüntüləsin oshxonada qo'yilgan. Birimiz sanuzel qismi bo'ladi. Sanuzelimiz ham oyoq tellari ham, divorlar ham, kafel bilan potoloklar plastik, aristollari bor. Hurmatli akkuratniyat ko'taganlar, bir ham registrlarni o'tirganlar. Koridorlar polli aboy, bellar ham yog'och ishlardan. Oshxonamiz 2,5 razmerda tushgan, gaz plitalar bor, bir de moykalar bor. Gaz cho'chkilar, zamonaviy nastenniy duxkomnatniy отопление ham o'tilganlar. Stabilizatorlar ham bor. Aynalar ak formatda, ham rishotgan bo'lgan, bir podogolniklar qilingan. Radiatorlari bor, izlar. Dima xo'jalar ham bor. Hurmatli obunachilar, izlar. Birimiz yine zal kısmı bo'ladi. Zalimiz 3,10-5,60 razmerda. Bu tarafında veranda kısmı oyoq tellari pol qilingan ekan veranda yine. Görüntüləsin. Divarlar aboy, aynalar ak formatlarni ham rishotga qilingan. Birimiz 2,3 razmerda azizlar. Qalasanız bir yerini açıp verib qo'shib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Bir de periodga qilsangizlar, xonalar oddenli bo'ladi. Bu tarafimiz spalniya kısmı azizlar. Spalnyamızın 2,70-5,60 razmerda konditsionerlarga. Azizlar, bir de radiatorlarimiz zamonaviy radiatorlardan o'rnatganlar, podogoniklar bor, aynalar formatdan, aynalar rishotga qilingan, ham jaluzlar ham osib ketdilar chiroyli qilib. Xonadonimiz tayyor, doğru girib yoshingdan azizlar, bir de suv, svet, gaz, bog'cha, maktab, hech narsadan muammosi yo'q. Transportlar ham o'tib turibdi, yandan 7, 5, sizlar yaqindan 19 marshrutlar ham yurib turibdi azizlar. Hech narsadan muammosi yo'q. Olimpiya stadioni, Shumbala, Karat kafe, Darital, Raycenter bazar, Dehqon bazar hammasine yaqin. Shaharning qoq markazida joylashgan. Ham 2-etajda joylashgan. 2 xonali. Narxini to'xtalib o'tsak, narxini ekranda videomizni boshida yozib qoldiramiz, ham naзвание описаниеda turadi azizlar. Bemalol telefon qilib kelib ustida sodalashib olishingiz mumkin. Ajoyib xonadan doğru girib yoshingdan hech narsaning bir kamisi yo'q hech narsadan. Hem biri o'ng'ayli yerda joylashgan. Hurmatli obunachilar, agar shunday joylarni qarab yurgan qarindoshlarimiz bo'lsa, do'stlarimiz, jo'ralarimiz bo'lsa, videoni yuborib qo'yasizlar, biz orqali joy olsalar foydamiz degandan xursand bo'lamiz azizlar. Yangilar bo'lsa kanallarimizda podpiska qilib, like bosib, qo'llab quvvatlab tursa, videomizga yangi tarqalishi sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxdagi xonadonlarni taqdim qilaveramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarimizda görüşünce xayrlab qolamiz.